Assalomu alaykum azizlar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamay yursizlarmi? Eson-omon, sog'-salomat. Demak, bugun bizlar Innova fizika to'plami bo'yicha 23-mavzuni yechimlarini qilamiz. Mana shu yerda ko'rsatilgan masalalarni ishlaymiz. Qolganidan yana qandaydir masala chiqmaydigan bo'lsa, sizda bilasiz nima qilishni. Yopiq guruhga shunday rasmga olib tashlaysiz, bo'ldi. Ishingiz bitadi, xudo xolasa. Demak, 23-mavzuni birinchi qismini yechimlarini qilyapmiz. Birinchi qismi degani, ya'ni yuqoridan pastga tashlanayotgan jism uchun yechim qilyapmiz. Va o'sha mavzuni o'tgan edik. Demak, boshladik bo'lmasam 14-mavzu. Masala, kechiraman. Vertikal pastga otilgan jismning harakat boshidan 3 sekund o'tgan paytdagi tezligi, T1 teng 3 sekund o'tgan paytdagi tezligi 35 metr taqsim sekund ekanda. Xo'p, keyin aytyapti. 5 sekund o'tgan paytdagi tezligi esa deyapti. T2 teng 5 sekund o'tgan paytdagi tezligi nima bo'ladi deb so'rayapti. Xo'p, topamiz nima bo'layotganini. Xo'p, endi bu yerda birinchi vaziyatni tasvirlab chizib beraman. Mana tashlandi, qandaydir boshlanish tezlik bilan otildi deb aytib qo'yibdi, ya'ni tik pastga otilgan jismni deyapti. Va qandaydir, ya'ni 3 sekund o'tgandan keyin tezligi nima bo'libdi? V1 bo'libdi. Ya'ni 35 metr taqsim sekund bo'libdi. Otilganidan jami 5 sekund o'tgandan keyin qayergadir keldi, mana V2 tezlikka erishdi o'sha yerda. Shuni topish kerak. Qancha 5 sekund o'tgandan keyin otilgani. Demak, bu V2 ni topish uchun nima qilaman? V2 teng V0 plus JT2 deyishim kerak. Ya'ni 5 sekunddan keyingi tezligini topish uchun oniy tezlik topish formulasiga qo'yaman. Tamom. O'tgan dars mavzuda o'tdik. Xo'p, endi banda nima yo'q? V0 yo'q. V0 ni topish uchun mana V1 bergan, ya'ni T1 vaqtdan keyingi tezlikni. Ya'ni V1 teng V0 plus JT1 deyman. Bo'ldi. Demak, V1 bor, V1 35, V0 deganimiz yo'q, J degani 10, T1 degani necha bo'lib turibdi T1? T1 3 sekund bo'lib turibdi ana. Ko'paygan 3 sekund. Ana 10 ni 3 ga ko'paysam 30, bu yoqqa o'tkazsam 35 dan 30 dan ayrsam nima bo'lib qoldi? 5 metr taqsim sekund bo'lib qoldi. Ana. Endi V0 5 ekan, endi mana bu yerga kelib hisob-kitobni qolganini amalga oshirsam bo'ladi. V0 degani 5 plus J2. J degani 10, T2 deganimiz nima bo'lyapti? 5 bo'lyapti. Demak, 55 metr taqsim sekund bo'ladi, ha? Bo'ldi. Hop, 14-chi ketdi, 15 ga keldik. 15-chi. Xo'sh, nima deyapti ekan? 10 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan erkin tushayotgan jism, mana boshlanish tezligi 10 ekan. 10 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan erkin tushayotgan jism. 6 sekundda qanday masofani bosib o'tadi? T teng 6 sekundda qanday masofani bosib o'tishini topish kerak. Ya'ni endi balandlik qandaydir pastlikdami? Mana shu yerdan pastga otilgan jism V0 tezlik bilan otilsa, qandaydir ana T vaqtdan keyin u mana shu yerga keladi va mana bu balandlikni topishim kerak. Qancha pastlashini. Va o'sha balandlik bosib o'tgan masofasiga teng. Oddiy formula h teng V0 t plus JT kvadrat taqsim 2 degan formulaga qo'yamiz, bo'ldi. Ishimiz bitadi shu formulani o'zidan. Ketdi mana. V0 10. T degani 6 ko'paygan. Mana shu yerda ko'paygan. Plus J degani 10, 10 ni 2 ga bo'lsam 5. J ni 2 ga bo'lib yozdim, to'g'ridan to'g'ri. Ko'paygan T ni kvadrati 36. 36. Demak, mana bu 10 ni 6 ga ko'paysam 60 plus 5 ni 36 ga ko'paysam 180 bo'ladi, ha? 180 ga 60 qo'shsak 240 metr masofaga pastlagan bo'ladi va u bosib o'tgan masofasi ham xuddi shuncha bo'ladi. Tamam. Hop, 22 vaziyatga qaraymiz. Boshlanish tezliksiz erkin tushayotgan jism 4 sekundda yerga tushdi. Agar shu balandlikdan 30 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan otilsa deyapti, tashlansa, u qancha vaqtda tushgan bo'lardi deyapti. Mana shu yerga sig'dirib yuboramiz, xo'pmi? 22. Ana. Mana. Xo'p. Boshlanish tezliksiz tashlandi. Ya'ni boshlanish tezliksiz tashlangan paytda 4 sekundda tushibdi yerga.
boshlanish tezlik 0 bo'lsa. Endi qaytadan tashlayapman, xuddi shu balandlikdan faqat 30 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan tashlayapman. Va u qancha vaqtda yerga tushishini topishim kerak. Endi u boshqa vaqtda tushadi. Tx vaqtda tushadi. O'sha tx ni topishim kerak. Endi mana boshlang'ich tezliksiz tashladim, 4 sekundda tushdi. U o'zi balandlik qanday bo'lgan? Men shuni bilib olsam bo'ladimi? Mana shunday tashlab yubordim, 4 sekundda tushgan bo'lsa, qanday balandlikdan tashalgan? O'shani topib olaman. Ya'ni v0 plus j kvadrat taqsim 2 qilib o'tirmayman. To'g'ridan to'g'ri j kvadrat taqsim 2 deyman. Chunki 4 sekundda tushdi qachon? Boshlang'ich tezliksiz tashalganda 4 sekundda tushdi deyapti. Xo'p. Demak, j ni 2 ga bo'lsam 5, t ni kvadrati 16, 16. 5 ni 16 ga ko'paytiramiz 80. Demak, u 80 metr balandlikdan tashalgan ekan. Endi xuddi o'sha 80 metr balandlikdan 30 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan otib yuborsam, qancha vaqtda tushadi deyapti. Ya'ni h teng v0 tx vaqtda tushadi, bilamiz. Endi v0 tezlik bilan otgandan keyin tx vaqtda tushadi. O'sha tx topishim kerak-da. j tx kvadrat taqsim 2 bo'ladi. H deganim nima bo'lib turibdi bunda? H degani mana 80. 80 teng v0 30 bilan otyapman. Xuddi o'sha balandlikdan otyapman-da. Ya'ni o'sha balandlikka qaytarib chiqarib 30 bilan otdim-da. Pastga qarab. v0 ko'paygan tx plus j ni 2 ga bo'lsam 5 tx kvadrat. Endi hamma hadini tx ga 5 ga bo'lib yuboraman va kvadrat tenglama ko'rinishga keltiraman. Tx kvadrat buni 5 ga bo'lsam, mana bu 5 ga bo'lsam 6 tx bo'ladimi? 6 tx bo'ladi. Buni 5 ga bo'lsam 16 bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazsam minus 16 bo'lib o'tadi. Minus 16 teng 0. Ana endi kvadrat tenglamaga olib keldik. Bo'ldik. Endi kvadrat tenglamani yechish kerak. Kvadrat tenglamani yechishni qisqa ko'paytuvchilarga ajratish usulidan foydalanaman. Siz istalgan usulingizdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu t minus 8 t plus 2 degan ko'paytuvchilarga ajraladi. Agar bilmaydigan bo'lsangiz, mana qisqa muddatda tushuntirib qo'yishim ham mumkin mana. Minus 8 ni 2 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Minus 16, to'g'ri? Mana minus 16. Minus 8 ga 2 ni qo'shsak necha bo'ladi? Plus 6 bo'lmaydi-ku. Teskarisini qilaman mana. Xo'p, mana bu plus ekan unda, bu minus ekanda almashtirdim. Almashtirdim mana. 8 ni minus 2 ga ko'paytirsam minus 16. Plus 8 dan 2 ni ayirsadim, nima bo'ladi? Plus 8 minus 2. Plus 6 bo'ladi. Mana plus 6 turibdi, minus 16 turibdi. Ko'paytirganimda bu, qo'shganimda bu chiqish kerak-da ikkalasini. Bu demak, mana bu had 0 ga teng bo'la olmaydi va bu had 0 ga teng bo'lishi mumkin. Bu had 0 ga teng bo'lishi uchun t 2 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni musbat qiymat qabul qilmaydi-da ma'nosi. Mana bu minus 8 dan 0 ga teng bo'ladi-da. Vaqt men uchun manfiy bo'la olmaydi. O'shaning uchun u yer 0 ga aylana olmaydi deb aytayapman-da. Matematik jihatdan lekin bo'lishi mumkin. T minus 8 bo'lishi kerak. Xo'las, ana 2 sekundda tushar ekan. 4 sekundda tushgan joyidan. Ha. Sizlar ana ko'rib oldingizlar, qaysi masalalarni ishlashimizni. Men o'chirib tashlab qo'yaman bemalol. Hop, ana ketdi. Kitobimga belgilangan. Hop, 23-chi. 23. Ana aytayotgan gapi. Jism 80 metr balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. H teng 80 metr balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. U bilan bir vaqtda deydi. Bu h bir ekanda demak. U bilan bir vaqtda 160 metr balandlikdan qandaydir boshlang'ich tezlik bilan boshqa bir jism tusha boshladi deydi. Va ikkalasi bir vaqtda yerga tushishi uchun ikkinchi jism qanday boshlang'ich tezlik bilan otilgan bo'lishi kerak deyapti. Bu ikkinchi jismning boshlang'ich tezligi. Buni 2 qilib o'tirmadi. Chunki mana birinchi jism mana 80 metrdan tashlalyaptimi? Va ikkinchi jism 160 metr balandlikdan tashlalyapti. Buni boshlang'ich tezligi 0. Shuning uchun buni v0, p0 qilib o'tirmayman. Mana bu bunda bor boshlang'ich tezlik v0. Tushunarlimi? Xo'p, bu yoqda erkin tushyapti. Ya'ni mana bu 80 metrdan h1, bu yoq h2 dan tushyapti. Ya'ni 160 metrdan tushib turibdi. Xo'p, endi qarang.
Menga kerak mana bu v0. Ya'ni ikkalasi bir vaqtda tushsin. Bu ham t vaqtda tushsin. Bu ham o'sha t vaqtda tushsin. Donolar donosi nima deydi? Hozir ko'ramiz nima deyishini. Xo'p, mana. Oldin bundan t ni topib olsam bo'ladi, to'g'rimi? H teng j kvadrat taqsim 2 desam bo'ladimi? Boshlanish tezligi yo'q bo'lgani uchun v0 qilib o'tirmayman, chunki boshlanish tezligi 0. Nariginda bor v0. Bunisida yo'q. Demak, t ni topadigan bo'lsam, t teng ildizosida 2h taqsim j bo'ladi. Shunaqami? Shunaqa. Bilib qo'ying. Yana 2 bu yoqqa ko'payadi, j bo'linib o'tadi-da. Keyin kvadrat bo'lgani uchun ildiz ovoriladi. Xo'p, ildizosida 2 ko'paygan h1 da bu, h1. h1 80 taqsim 10. 2 ni 80 ga ko'paytirsak 160, 10 ga bo'lsam 16, 16 dan 4. Demak 4 sekundda tushadi. Boya ishlagan masalamizda edi. Boya masalamizda 4 sekundda tushdi, balandligini topdik, 80 chiqdi. O'shani teskarisi keldi. Xo'p, endi h2 teng v0 plus j kvadrat taqsim 2. J kvadrat taqsim 2. Bo'ldi. h2 deganimiz 160. Bu yoqqa yechavering. 160. O'chirish qiyin emas-ku, doskani. Men balol shuning uchun katta-katta qilib tez-tez to'ldirib tashlaysan-da buni. Xo'p, demak, h2 160 teng v0 ko'paygan t deganimiz 4 chiqdi plus, ya'ni bu 4 sekundda tushdimi, nariga ham 4 sekundda tushish kerak. Plus j kvadrat taqsim 2. J ni 2 ga bo'lsam 5, t ni kvadrati 4 ni kvadrati 16. 5 ko'paygan 16. Mana 5 ni 16 ga ko'paytirganimiz 6 nimaga o'xshab qoldi? 6. Demak, bu yoqqa o'tsa 5 16 bu 80. Bu yoqqa o'tsa 160 dan 80 dan ayrsam yana 80. 80 teng v0 ko'paygan 4. 4 bu yoqqa bo'linib o'tadi. 80 ni 4 ga bo'lsam 20 metr taqsim sekund chiqadi. Tushundingizmi? Ana. Bo'ldi. Masala hal. Xo'p, 25-chi. 25-chi. Nima deyapti ekan? Ko'ramiz. Boshlanish tezligi erkin tushayotgan jism ikkinchi jismga qaraganda 3 marta ko'p vaqt uchgan. Uchgan. Tushmas erkin holatda bo'lgan vaziyatlarni biz uchgan holatlar deb aytaveramiz. Xo'p, ikkita narsa tashalibdi. Ana, ikkita narsa. Va aytyapti, birinchi jism ikkinchi jismga qaraganda 3 marta ko'p vaqt uchgan. Bu demak 3t vaqtda yerga tushibdi. Bu t vaqtda yerga tushibdi. Demak, mana birinchi jism ikkinchisiga qaraganda 4 marta ko'p vaqt uchmoqda. Va endi ularning ko'chishlari necha marta farq qiladi? Ko'chishi shu h1 h2 da. To'g'ri chiziqli bo'lgani uchun o'sha balandliklarga teng bo'ladi ko'chishlar, to'g'rimi? Demak, h1 teng boshlanish tezliksiz tashaldi ikkalasi ham. Demak, j kvadrat taqsim 2 dan ketamiz. J ko'paygan, bu t vaqtda tushmadi lekin. 3t vaqtda tushdi. Demak, 9t kvadrat taqsim 2 bo'lib ketadi-da endi u. To'g'rimi? h2 ni topadigan bo'lsam, hop, nima bo'ladi? h2 teng j t kvadrat taqsim 2 ni o'zi bo'ladi. T vaqtda tushib turibdi. Boshlanish tezligi yo'q ikkalasini ham. Ana j t kvadrat taqsim 2 nimaga teng? J t kvadrat taqsim 2 h ga teng. Demak, bu h1 deganim 9 ta h2 ga teng bo'lar ekan mana. J t kvadrat taqsim 2 bu h2 ga teng. Tushundingizmi? Demak, ko'chishlari bir-biridan 9 marta farq qilyapti mana. Birinchisi bilan ikkinchisi bir-biri bilan 9 marta farq qilyapti ko'chishi. Qanday qilib ketaylik? 27. 27. 4 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan pastga tik uloqtirilgan tosh, ana v0 teng 4 metr taqsim sekund tezlik bilan pastga tik uloqtirilgan tosh, tezligi 20 metr taqsim sekund bo'lgunicha, v teng 20 metr taqsim sekund bo'lgunicha qancha masofaga ko'chadi? Yaxshi. O'sha ko'chadi degani zo'r-ku. Doskani oq joyiga yozsang, bu yoqda ham yozilar ekan, tegmas kerak ekan bu doska. Bunaqa qilma og'ayni. Qancha masofaga ko'chadi? Bu endi to'g'ri chiziqli harakatlanayotgani uchun tushgan balandligi uning ko'chish masofasiga teng bo'ladi-da. Tamom. Demak, h ni topishni bilamiz.
yo chizma bilan vaziyatni tushuntirib beraymi? Ha? Mayli, bitta tushuntirib bera qolay. Oson masala ekan-ku-da, mayli. Mana v0 boshlanish tezlik bilan otildi va mana bu yerga kelganda v bo'ldi tezlik. Mana shu yerdagi masofa kerak. Uni topishni biz bilamiz. H teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j deb o'tdikmi? Bo'ldi. Olam Guliston. Demak, v ni kvadrati 20 ni kvadrat 400 minus minus v0 ni kvadrati 16 bo'lingan 2j, ya'ni 20. Shuni hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Olam Guliston. 400 dan 16 ni ayirasiz, 20 ga bo'lasiz. Xo'p, keyingisi 29 ekan. 29-masala. Nima deyapti? Oyda 6 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan erkin tushayotgan oyda v0 teng 6 metr taqsim sekund tezlik bilan boshlanish tezlik bilan erkin tushayotgan temir parchasining 20 metr ko'chgandan keyingi tezligini toping. Mana h teng 20 metr bo'libdi va o'sha paytdagi tezligini topish kerak. Endi mana shu masalalardan ehtiyot bo'lish kerak, og'aynilar. Oy dedimi? O'sha ehtiyot bo'lish kerak darrov. Ko'pchilik qiziqqonlik bilan darrov o'sha j ni o'rniga 10 qo'yib yuboradi-da. Bo'lmaydi unaqa. Darrov j ni yozib qo'ying mana yerga. 1.6 bo'ladi bu oyda deb turib. Metr taqsim sekund kvadrat deb birligini ham. Xo'p. Xo'p, o'shandan keyingi tezligi qandoq bo'ladi? Buni ham bitta formula keltirib chiqaramiz hozir. Mana shu formula h teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j. Xuddi shu vaziyat mana bu vaziyat oyda bo'lyapti-da. 6 tezlik bilan otyapti pastga qarab, 20 metr pastlagandan keyingi tezligini topish kerak. Mana v ni topish kerak-da. 2j bu yoqqa ko'payib o'tadi. 2jh teng v kvadrat minus v0 kvadrat. Mana v0 kvadrat bu yoqqa plus bo'lib o'tadi. Demak, v0 kvadrat plus 2jh bo'ladi teng v kvadratga. Endi ikki tarafdan ildiz olsam mana bunday formula kelib chiqadi. V teng ildiz osti v0 kvadrat plus 2jh. Buni formula kitobchangizga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Formula konspekt daftarchangizga. Tushundingizmi? Konspekt daftaringizga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Arziydi shunga. Shunaqa formula, yaxshi formula. Xo'p, teng ildiz osti ko'p ishlatiladi-da. Xo'p, v0 ni kvadrati 6 ni kvadrati 36 plus og'ayni salam kasallash boshlading. 36 plus nima bo'ldi? 2jh. 2 ko'paygan j degani endi mana shu yerga qiziqqonlik bilan 10 yozib ketadiganlar bor-da. J ni oydagina olmabman deb o'tiradi keyin. Ko'paygan 20. Bo'ldi. Xo'p, 16 ni 2 ko'paysam 32, 64, 100. Mana bu jami 10 chiqar ekanda. 10 metr taqsim sekund chiqar ekan. Bu ishimiz bitdi, xudo xolasa. Hop, 29 hal bo'ldi. 33 ga keldik. Mana shu yerga sig'dirib olay qolaylik. 33. Boshlanish tezliksiz erkin tushayotgan jismning biror balandlikdagi tezligi 20 bo'lsa, undan 25 metr pastda nuqtaga joylashganda tezligi qanday bo'ladi? Ma'no jihatdan mana men bir xil masalani belgilab olibman, mayli. V teng ildiz osti v0 kvadrat plus 2jh. Ya'ni mana shu formulani balkim keltirib chiqarib bermoqchi bo'lgandirman. Balkim. Bunda mana j ga ehtiyot bo'linglar. J da ko'pchilik adashadi deb turib aytmoqchi bo'lganman. Bunda mana shuni keltirib chiqarib bermoqchi bo'lganman. Ana ikkitasini bittada urib yuboribmiz-da bu masalani. Ya'ni bitta o'q bilan ikkita quyonni urgan ekanmiz. Xo'p, keyin nima bo'ldi bu yerda? Mayli, ishlab qo'ya qolaylik, belgilanmiz qani. Xo'p, v0 ni kvadrat 400 plus 2 ko'paygan j degani endi mazza qilib bu yerga 10 qo'yavering. 10 ko'paygan h 25. 50 bo'ldi, 500 bo'ldi, 400 qo'shsam 900 bo'ldi, 30 metr taqsim sekund bo'ldi. Tamam, masala hal. Xo'p, keyin 35-chi bo'ldi. 35-masala. Nima deyapti? Ko'ramiz. 35 metr balandlikdan boshlanish tezliksiz erkin tushayotgan jismning tezligi h teng 35 metr balandlikdan boshlang'ich tezliksiz deyapti.
tushayotgan jismning tezligi 10 metr taqsim sekundga yetganda, mana tezligi 10. Nima yozdim? 10 metr taqsim sekundga yetganda, xo'p, 10 metr u yerdan qanday balandlikda bo'ladi? Ha, bo'ldi. U yerdan qanday balandlikda bo'ladi? Hx deb qo'yaman. Mana o'zi 35 metr balandlikdan tashlayapmiz. Mana yerga tushdi. Yerga tushmadi hali. Mana bu balandlikni chizmoqchiman-da, mana. H. Tushundingizmi? Endi tezligi 10 ga yetganda hali u qayerdadir bo'ladi-da, yerga tushmagan bo'ladi mana. Tezligi v ga erishganda bu hali endi qandaydir bir h1 masofani yurgan bo'ladi. Tushundingizmi? Endi o'sha yerdan qanday masofada bo'ladi o'sha tezlikka, ya'ni v tezlikka erishganda deyapti. Ya'ni mana shu hx top deyapti-da bizga. Men h1 ni topa olaman darrov, to'g'rimi? h1 teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j dan darrov topaman. Demak, v ni kvadrati 100 v0 0 ga teng, mana boshlang'ich tezlik 0 yozib qo'yaman, keling mayli. v0 teng 0. Mana buni o'rniga mayli 0 yozdim, mana bo'lingan 2j 10 degani 20 bo'ladi ko'paytirsam. 5 metrga pastlagan bo'ladi hali endi, to'g'rimi? 5 metrga pastlabdi. O'zi 35 metr balandlikda turadi. Demak, hx topmoqchi bo'lsam nima qilaman? Hx topish uchun mana bu katta h dan h1 ni ayirib qo'yaman, bo'ldi. Ya'ni mana bu yer kelib chiqadi shunda. Demak, 35 dan 5 ni ayirsam 30 metr balandlikda bo'ladi hali yerdan. Yerdan qanday balandlikda bo'ladi deyapti-da. Ana, bo'ldi. Buni ham hal qildik. 37 endi. 37. 30 metr balandlikdan 5 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan tik pastga otilgan jismning tezligi yerdan qanday balandlikda 3 marta oshadi. Endi bu ham shunga yarasha ekan, shunga o'xshash ekan. Endi faqat bu yerda boshlanish tezlik bor. Qanday boshlanish tezlik bilan otdik? 5 metr taqsim sekund. 5 metr taqsim sekund boshlanish tezlik bilan yerga otilgan, tik otilgan jism yerdan qanday balandlikda deyapti. Qanday balandlikdan otiladi? 30 metrdan. H teng 30 metrdan otilibdi. Yerdan qanday balandlikda 3 marta oshadi tezlik deyapti. Tezlik 3 marta oshsa mana bunga nisbatan oshishi kerak-da. 15 bo'ladi, to'g'rimi? Tezlik 3 marta oshsa. Demak, boshida 5 bo'lgan, 3 marta oshishi uchun 15 bo'lishi kerak. Mana yerdan qanday balandlikda deyapti. Hx. Xuddi mana shu chizma. Faqat bu yerda v0 bo'lmasda. Tushunarlimi? Qayta chizma chizib o'tirmang, ha? Demak, mana h1 topib olaman, mana ham yana. h1 teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j. V ni kvadrati 225 minus v0 ni kvadrati 25 taqsim 20. Javob 10 metr chiqdi bunda, to'g'rimi? Endi hx ni topmoqchi bo'lsam nima bo'ladi? Hx topish uchun mana boyagi qilgan ishimni qilaman. Yana h1 dan hx. H dan h1 ni ayiraman. Nima bo'ldi? H dan h1 ni ayirsam. 30 dan 10 dan ayirsam 20 chiqar ekan. Hali yerdan 20 metr balandlikda bo'ladi. Tushunarlimi? Yerdan qanday balandlikda bo'ladi deyapti-da. O'sha joyga e'tibor berishlaringiz kerak. Ana 10 degan javobim bor-da, men shuni chiqarib turib 10 deb ham belgilab ketadiganlar bor. U 10 degani hali bosib o'tgan masofasi u. Hop, mayli. 39 yangi bet ochmasak bo'lmaydi bu masalaga. 39. Hop, h balandlikdan boshlanish tezliksiz tushgan jism yerga v tezlik bilan urildi. Hop, h balandlikdan u vergir bu. Yerga v tezlik bilan urilibdi. Aha. Yerdan qanday balandlikda uning tezligi yerga urilish tezligidan 10 marta kichik bo'lgan deyapti. Yerdan qanday balandlikda uning tezligi yerga urilish tezligidan, mana vx deb qo'yaman, 10 marta kichkina bo'lgan deyapti. Bo'ldi, topamiz. Yerdan qanday balandlikda deyapti, ya'ni hx ni topish kerak. Chizaman. Mana erkin tushyapti va yerga urildi. Yerga mana v tezlik bilan urilgan bo'lsa, h balandlikdan tushgan bo'lsa, mana h. Va endi yerdan qanday balandlikda deyapti? Qanday mana?
balandlikda hx. Uning tezligi nima bo'lgan deyapti? Yerga urilgan tezligidan 10 marta kichkina bo'lgan deyapti. Ya'ni vx bo'lgan deyapti. Vx bo'lgan. Mana shu hx ni nima qilishim kerak? Topishim kerak. Hx topish muammo emas benda. Hx teng mana v kvadrat minus vx kvadrat. Endi hx ni qarayapmanmi? Hx masofani oxirdagi va dastlabki tezliklarni kvadratlarini ayiraman-da. Bu hx masofaning bosib o'tish, ya'ni hx masofani bosib o'tishni boshlagan paytdagi tezligida. O'shaning uchun bu boshlanish tezlik bo'ladi. 2j. Hop, mana bu yerda bu 0 edi. Hop, endi nima yo'q menda? Nima yo'q? H ga bog'lashim kerak-da. H ga bog'lanmagan. Demak, h uchun ham tenglama yozaman. H teng v kvadrat minus v0 kvadrat. V kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j bo'ladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsam, v kvadrat minus vx deganim v taqsim 10 mana turibdi. To'g'rimi? Hop, shuning kvadrati nima bo'ladi? V kvadrat taqsim 100 bo'ladimi? Taqsim 2j yani. Bo'ldi. Bunga 100 dan mahraj bersam, ayirsam 99 bo'ladimi? 99 taqsim 100 v kvadrat taqsim 2j bo'ladi. Shunday? Bo'ldi. Tamam. Endi mana bu v kvadrat taqsim 2j degani mana bunga teng bo'ladi. Chunki mana bunda v0 0 ga teng-ku. Demak bu v kvadrat taqsim 2j chiqadi-yu. Demak bu h ga teng. Mana shu narsa h yozaman o'rniga. Ya'ni buni bunga bo'lsam 0.99 bo'ladimi? 0.99 h. Ana bo'ldi. Ana v kvadrat taqsim 2j h ga teng edi. Mana bu yerda mana v kvadrat taqsim 2j ni h yozib yubordim o'rniga. Xo'p. 1 minut. Men konditsionerni shunday o'chirib yuboray-da, rosa muzlab ketdi xona. Mana shu zo'r ekan bu yer. Konditsionerlar ham muzlatib tashlaydilar. Abdulla Avloniy institutidaman, malaka oshirish instituti. Xo'p, 40-ga keldik. Mayli, yangi bet ocha qolaylik. 40-chi. Suzuvchi 5 metrlik minoradan sakrab deyapti. Suzuvchi h teng 5 metrlik minoradan sakrab 2,5 metr chuqurlikka botdi. Ana shuni hx belgilayman, bo'ladimi? 2,5 metr chuqurlikka botibdi. U suvda qancha vaqt va qanday tezlanish bilan harakat qilgan? Qancha vaqt va qanday tezlanish bilan harakat qilgan? Suvda. Mana qarang, suzuvchi minoraga sakrayapti 5 metrdan. Top etib tushdi mana. Mana suvgacha bo'lgan masofa h. Mana bu yog'i suv, mana. Suvga kirib ketyapti ana. Va u yoqda ham hx masofagacha sho'ng'idi-da hx. Suvga tushib ustida qolib ketmaydi-yu, tagiga kirib ketdi. Hx masofagacha kirib ketdi ichkariga. Endi aytayapti, shundan foydalanib menga suvning ichida qancha vaqt harakatlangani va qanday tezlanish bilan harakatlanganini topib ber deyapti. Og'ayni deyapti. Xo'p. Mana bu yerda men qiladigan ishim nima bo'ladi? Hx teng bu yerda mana shu yerga tushgan paytda qandaydir tezlikka ega bo'ladimi? Qandaydir v tezlikka ega bo'ladi. Oxirida tezlik nima bo'ladi? 0 bo'ladi. To'g'rimi? Buni kvadratdan buni kvadratini ayiraman va 2a ga bo'laman. 0 ni kvadrati minus v kvadrat taqsim 2a deyishim kerak endi bu yerda. Bu yoqda endi erkin bo'lmaydi suyuqlikning ichida. Suyuqlikning ichida nimaga erkin holatda bo'lmaydi? Savol. Erkin holatda bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak edi? Faqatgina yerning tortish kuchi ta'sirida harakatlanish kerak. Suyuqlikka urilishi bilan suyuqlikning qarshiligi ta'sir qilishni boshlaydi. To'g'rimi? Va demak bu erkin holat emas. Demak bu yerda tezlanish tepaga qarab bo'ladi. Va tezlik u yoqqa, tezlanish bu yoqqa bo'lgani uchun nima bo'ldi? Sekinlashdi. Va sekinlashib to'xtaydi-da. Tushunarlimi? O'sha tezlanish so'rayapti-da. Shuning uchun mana shu formulaga qo'yamiz. Ana u tezlik yo'q menda. Bu tezlikni topish uchun h teng
Mana endi bu yoqdan 0 edi. V kvadrat minus v0 kvadrat, v kvadrat minus 0 ni kvadrati taqsim 2j qilaman. Nimaga j qildim? Chunki suzuvchi havoda sakrayapti yoki havosi yo'q joyda sakrayapti deb olaman. Ya'ni havoni qarshiligini inobatga olmayman, erkin tushyapti deb qarayman. Xo'p. Bundan mana v ni topadigan bo'lsam, bu 0 ku. Bu yoqqa o'tsa ildizosi 2j bo'ladi, ha? Ildizosi 2j bo'ldi. Mana 2j kvadrat bo'lgani uchun ildiz oladi. Ana topdim. 2 ko'paygan j 10 ko'paygan h 5 metrmidi? 5. Demak, tezligi yo'g'i 10 ekan. Og'ayni. Buni bosdim. Mana 10 metr taqsim sekund tezlikka erishgan bo'lar ekan bu yerga tushganda. Demak, mana shu yerga hx nima edi? 2,5 teng v ni mana 0 minus v ni kvadrati 100 da. 100 bo'lingan 2a. 2a ni bu yoqqa ko'paytirsam 5a bo'ladimi? 5a teng nima bo'ldi? Minus 100 bo'ldi. Minus 100 ni a ga bo'lsam a teng nima bo'ldi? Minus 20 metr taqsim sekund kvadrat. Minus nimani bildiradi? Sekinlanuvchan harakat qilayotganini bildiradi, xolos. Tushunarlimi? Xo'p, endi keyin qancha vaqt harakatlandi? Mana bu formula rosa mazza qilib ishlaydigan joyida v plus mana v plus 0 taqsim 2 ko'paygan t degan formula bor edi-ku. Eslaringizda bo'lsa. Ya'ni v plus v0 taqsim 2 ko'paygan t edi. Farqi yo'q uni qaysiga qo'shgan, chunki bari plus-ku. Demak, boshidagi oxirdagi tezliklarni qo'shib 2 ga bo'lardik-da, t ga ko'paytirardik. Tekis o'zgaruvchan harakat uchun. Hx deganim 2,5 teng v necha edi? V ana 10. 10 ni 2 ga bo'lsam nima bo'ladi? 5 t teng 2,5 5 ga bo'lsam 0,5 sekund. Biz tushish vaqtinigina hisoblay olamiz. Chiqish vaqtini hisoblaymiz. Ya'ni suyuqlikda qancha vaqt harakatlangan degani buf etib tushib to o'zi to'xtagunchada. Endi u mana bunday qilib o'zi darrov to'xtab oldi degan holatlarda biz qaramaymiz. Shunchaki tosh tushib tosh deb qarasak ham bo'lmasa. Xullas mana shu buf etib tushdi suyuqlikka va tezligi v dan 0 gacha yetguncha qancha vaqt ketdi? O'sha narsa bu. Qaytib chiqish endi qachon chiqish o'zini ixtiyorida suzuvchini. To'g'rimi? Demak, 0,5 sekund va minus 20 degani bo'lsa, demak, S javob bo'lar ekan. 40-chi. Ana muallif nimani belgilabdi? Mana qiziq. 40-chi S bo'ldi, tamom. Bir xil fikrladik yana muallif bilan. Xo'p, keyin 40-chi hal bo'ldi, Hal bo'ldi. 46-chiga o'tamiz endi. 46 o'zi yangi varaq ochmasam bo'lmaydigan masala ekan, yaxshi. 480 metr balandlikdan deyapti yuk. H teng 480 metr balandlikdan nima bo'lyapti? Boshlanish tezliksiz tushmoqda. Shu balandlikni shunday 4 qismga bo'lish kerakki, bunda har bir qismni o'tish uchun bir xil vaqt ketishi kerak. Bir xil vaqt kerak deyapti. Bo'ldi. Keyin aytayapti. Shu balandliklarni, o'sha 4 ta qismga bo'lyapti. Bo'ldi. Xullas, bunda H1, H2, H3, H4 ni topish kerak. Yozgim kelmayapti. Xo'p, demak, mana qarang. Shu yerdan boshlanish tezliksiz tushib ketyapti. To'p etib yerga urildi. Ana. Va aytayaptiki, shunday teng vaqtlarni olish kerak deyapti. Va ya'ni bu yerga ham t vaqt ketgan bo'lsin, bu yerga ham t vaqt ketgan bo'lsin deyapti. Tushundingizmi? Yoki umumiy t vaqtda tushgan bo'lsa, hammasiga t taqsim 4 dan vaqt ketgan bo'ladi. Bo'lsin deyapti-da, shunaqa. Tushunarlimi? Men shunaqa qilib olsam, menga qulayroq bo'ladi. Va men topishim kerak o'sha qanday balandliklarga bo'lsam, men shunday vaqt ketadi точный. Ya'ni bu yer H1, bu yer H2, bu yer H3, bu yer H4. Topishim kerak. Qanday topaman? O'zi qancha vaqtda tushishini topa olamanmi? Birinchi savol.
topa olaman. T teng ildiz osti 2h taqsim j degan formula keltirib chiqardik-ku boyaga qandaydir masalada. O'shandan topib olsam bo'ladi. Boshlanish tezliksiz tashlangan holatda shunaqa bo'ladi. Xo'p, ildiz osti 2 ko'paygan h 480 taqsim j 10. Ana, ildiz chiqmaydigan son. Ildiz osti 96 bo'lar ekan-a? Yana 96 bo'ldi. Sekund. Endi men hisoblab qo'yishim kerak, t taqsim 4 nimaga teng bo'lishini. Hozir t taqsim 4 menga rosa kerak bo'ladi. Ya'ni ildiz osti 96 bo'lingan 4 bo'ladi-da bu ham, to'g'rimi? Ya'ni mana shu t taqsim 4, mana shu t ni 4 ga bo'lganim bo'ladi. Endi buni ildizni ichiga kiritadigan bo'lsam, kvadratga ko'tarib kiritaman. 96 bo'lingan kvadratga ko'tarsam 16. Ya'ni 16 dan ildiz 4 bo'ladi. Ikkalasi teng kuchli narsa. Tamom. 96 ni mana bunga bo'lsam, ildiz osti 6 bo'ladi. Shunaqa bo'ladi? 16 ni 6 ga ko'paysak 96 mi? Hop. 60, 30. Shunaqa. To'shni. Aniq. Ildiz osti 6 sekundda to'g'ri kelar ekan. Ya'ni ildiz osti 6 sekund, ildiz osti 6 sekund, ildiz osti 6 sekund, ildiz osti 6 sekund. Ana vaqtni teng 4 ga bo'ldim. Vaqtni teng 4 ga bo'lish uchun deyapti. Balandliklarni qanday bo'lishim kerak deyapti-da. Ya'ni h1 topsam endi bo'ldi. h1 teng j ko'paygan t taqsim 4 ning qavs kvadrati taqsim 2. J kvadrat taqsim 2 da. Shu t taqsim 4 ga teng bizda hozir. Xo'p, j ni 2 ga bo'lsam 5. T taqsim 4 degani mana bunda bu turibdi mana. Bezrayib turibdi. T taqsim 4 mana ildiz osti 6 ga teng mana. Ildiz osti 6 ning kvadrati o'zi 6. Teng 30 bo'ldi. Ana birinchi h1 deganim 30 bo'ldi. h2 nima bo'ladi endi? h2 nima bo'ladi? h1 plus h2 ni topa olaman, to'g'rimi? Kelinglar, mana shu tenglikni o'chiraman-da. h1 plus h2 deb yozaman. Bu yoqqa yozarsam ham bo'lar ekan, tenglikni o'chirmay. Ana h1 plus h2 degan masofam shu masofani bosib o'tish uchun t taqsim 4 dan 2 dona ketdi. 2 donani bosib o'tdi. To'g'rimi? To'g'ri. Nimaga noto'g'ri bo'lish kerak ekan? Xo'p. Bu 1 dona t taqsim 4 ildiz osti 6 ga teng. 2 dona t taqsim 4 2 ildiz osti 6 ga teng bo'ladi. Ya'ni j ko'paygan 2 t taqsim 4 ning qavs kvadrati taqsim 2 bo'ladi. To'g'rimi? Mana t taqsim 4 ni o'zi, ya'ni t taqsim 4, t taqsim 4. O'shaning uchun 2 t taqsim 4 deyapman. T taqsim 2 deb yozgim kelyapti, lekin yoqmayapti-da. Tushundingizmi? Yoqmayapti. Nimaga yoqmayotganini ko'rib turibsiz mana. T taqsim 4 ni o'zini qiymati bor menda. Ildiz osti 6 sekund. Bo'ldi. 2 ko'paygan ildiz osti 6 bo'ladi. J ko'paygan 2 ildiz osti 6 ning kvadrati taqsim 2 bo'ldi. Ana j ni 2 ga bo'lsak nechi? J ni 2 ga bo'lsam 5. Ana 2 ni kvadrati 4, ildiz osti 6 ni kvadrati 6. 5 6, 5 kere 6. 30. 34 ga bo'lsam 120. Bu 120 metr degani h1 plus h2. h2 ni o'zi emas. h1 deganim nechi? h1 30 ekanman. 30 plus h2 120 metr ekan. h2 ni o'zi 90 metr bo'ladi. Bo'ldi. Endi keyingisini topish uchun mana bunday qilaman. h1 plus h2 plus h3 teng deyman. Payqadingiz allaqachon, to'g'rimi? Uchalasini 3 t taqsim 4 vaqtda bosib o'tdimmi mana? Jamisini. Shundaymi? Bo'ldi. Ya'ni j ko'paygan 3 ta t taqsim 4 ni qavs kvadrati taqsim 2. Hop. h1 bilan h2 ni yig'indisi 120 ga teng mana. 120 plus h3 teng j ni 2 ga bo'lsam 5, 3 ni kvadrati 9. Ana t taqsim 4 deganim nima edi? T taqsim 4 degani ildiz osti 6 edi mana. Ildiz osti 6 ni kvadrati 6 bo'ldi mana. 5 kere 6 30. 30'ı 9'a ko'paysam 270. 270 metr.
Ana bu 120 ga H3 ni qo'shsam 270 chiqyapti. H3 ni o'zi necha chiqadi? H3 ni o'zi nima bo'ldi? Ya'ni H1 plus H2 plus H3 270 chiqadi. Hop. Necha bo'ldi? Buni u yoqqa o'tkazsam 150 bo'lar ekan-a? 150 metr. Mana 150 qo'ysam 270 chiqadi-ku, to'g'ri shunday. Endi oxirgisini topish uchun bu oson bo'ladi. Umumiy balandlik 480 ku. Ya'ni umumiy balandlik H1 plus H2 plus H3 plus H4 ga teng-ku. To'g'rimi? Endi mana bu uchalasini yig'indisi menda bor mana. H1 plus H1 plus H2 plus H3 270 ga teng chiqqan. 480 dan 270 ni ayirib tashlasam necha chiqadi? 210 mi? 210 chiqadi. Demak, H4 210 metr ekan. Hop, adashmagan bo'lsam. Hop, ketdi mana. Birinchisi 30, 90, 150, 210. Bo'ldi, tamom. D javob. Tushundingizmi? Oson gana. Keyingisini o'zingiz yechishingizda shunda. Hop, shunga o'xshash ikkita masala bor yana. Mazza qilib ishlayverasiz. 49. 49. Videoga olyaptimi? Men bir ko'rib o'raydi. Ha, olyapti ekan. Tamam. Biror balandlikdan boshlanish tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lning 9 dan 1 qismini, ya'ni yo'lning 9 dan 1 qismini, ya'ni dastlabki mana h taqsim 9 deb yozib qo'yaman. Ya'ni jami yo'l h bo'lsa, h taqsim 9 bo'ladi va shuni t teng 6 sekundda o'tyapti ekan. U yo'lning qolgan qismini necha sekundda o'tadi? Umumiy tushish vaqti necha sekund deyapti. Qolgan qismini bu yerda yozib qo'yibdi, adashmasam T2 deb belgilabdi. Ana bu tepasini T1 deb belgilagan ekan va T ni ham toping degan. Umumiy tushish vaqti T1 plus T2 bo'ladi-ku. Bizga muammo bo'lmaydi. T2 ni topib olsam bo'ldi asosiysi. Mayli, boshida T ni topaman. Xo'p, qarang mana. H deganimi bosib o'tish uchun T vaqt sarflayapti. H taqsim 9 ni bosib o'tish uchun 6 sekund sarflayapti. Bo'ldi, ketdi. Boshlanish tezliksiz yana. H taqsim 9 teng J T1 kvadrat taqsim 2 bo'lyaptimi? Bo'lyapti. H ni o'zichi? H ni o'zi J T kvadrat taqsim 2 bo'lyapti. T mana H ni o'tish uchun T vaqt ketyapti. Mana bu H taqsim 9 ni o'tish uchun T1 vaqt ketyapti. Endi diqqat bilan tinglang. T ni topamiz hozir. Bo'ldi, topdik allaqachon. Ana hashlarni tenglab olamiz. 9 ni bu yoqqa o'tkazsam, mana nima degan tenglik kelib chiqadi? H teng 9 J1 kvadrat taqsim 2 bo'ladimi? Mana 9 ni bu yoqqa o'tkazsam, ana bu ham H ga teng, bu ham H ga teng bo'lib qoldi endi. Tenglayman ikkalasini. 9 J1 kvadrat taqsim 2 teng bo'lyapti nimaga? J kvadrat taqsim 2 ga. J kvadrat taqsim 2 ga. Mana J taqsim 2 lar nima qildi? Qisqardi. 9 ko'paygan. T1 ni kvadrati. T1 ni kvadrati 36. Teng T kvadrat. İki tarafdan ildiz olarsam 9 dan 3, 36 dan 6, 18 bo'ladimi? Men 18 yozdim darrov. T yozishim kerak edi hozir. Demak 3 kere 6 18. Demak T 18 ekan. Ana bu topildi mana. Bu 18 sekund ekan. Bu tushish vaqti. T2 necha bo'ladi shunda? 12 bo'ladimi? 12 sekund bo'lar ekan mana. To'g'rimi? 6 ga nechini qo'shsam 18. 12 ni. Bo'ldi. 12 va 20 degan javob. 12 va 18 degan javob bo'ladi. Bo'ldi, javob. 50-chi. Buni ham yangi varaqqa ishlayverdik. Plus 50 ma'nosi mana shu 49 bilan bir xilroq. Biror boshlanish tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lning mana 9 dan 1 qismini o'tganda deyapti. Ya'ni h taqsim 9 ga ni bosib o'tganda tezligi v ga bo'ldi, erishdi deyapti. Ana umumiy yo'l h dedimda. Va yo'l og'irida qanday bo'ladi tezligi deyapti. Ya'ni mana bu yerda qanday bo'ladi uni tezligi deyapti. Vx so'roq.
Xo'p, mana h taqsim 9 uchun tenglama yozaman. H taqsim 9 teng v kvadrat minus v0 kvadrat minus v0 kvadrat 0 da taqsim 2j bo'ldi. Yana h uchun tenglama yozaman. Mana h uchun tenglama yozadigan bo'lsam, vx kvadrat minus v0 kvadrat vx kvadrat minus v0 kvadrat. v0 yana 0 taqsim 2j. Ana endi vx topish uchun boyagi ishni qilaman yana. H teng 9 ni bu yoqqa nima qildim? O'tkazdim. 9v kvadrat taqsim 2j mi? Mana 9v kvadrat taqsim 2j. Bu yerga olib kelib qo'yaman mana. Teng-ku ikkalasi. H bo'layapti. Demak, vx kvadrat taqsim 2j teng 9v kvadrat taqsim 2j. 2jlar ketdi. Ikki tarafdan ildiz olaman. Vx teng 3v bo'ladi. Tushunarlimi? 50-chi. Hop, 53. Hop, nima deyapti ekan? Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lning ikkinchi yarmini 1 sekundda o'tdi. O, yaxshi. Mana, bunday ajratib qo'yaman. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lning ikkinchi yarmini 1 sekundda o'tdi. Mana, bu demak h taqsim 2, bu ham h taqsim 2. Va buni bosib o'tish uchun t teng 1 sekund vaqt ketdi. To'g'rimi? Ana endi aytayotgan gapiga quloq solamiz. Yo'lning birinchi yarmini o'tish uchun necha sekund sarflagan deyapti? Ya'ni bu yerni o'tish uchun qanday vaqt sarflagan u deyapti. Birinchidan. Ikkinchidan umumiy tushish vaqti necha sekund? Umumiy tushish vaqti mana shu tx bilan t ning yig'indisi bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ldi. Masala hal. Hozir boshni qotiradi-ya bu masala. Hozirdan ma'lum. Boshni qotirishi. Hop. Nima deb tushuntirsam ekan? Mayli, tushunsangiz tushunarsiz, tushunmasangiz 3 marta ko'rganda tushunarsiz balki. Mana oxirgi sekundda bosib o'tgan yo'li deyapti-ku. Bu oxirgi sekundda bosib o'tgan yo'li 1 sekund bo'lyapti. Ya'ni oxirgi 1 sekundda bosib o'tgan yo'li h taqsim 2 ga teng bo'lyapti-da. Bu n'inchi sekundda bosib o'tgan yo'l desam bo'ladi. N'inchi sekundda uning harakatlanish vaqtining oxirgi sekundiga to'g'ri kelyapti. Tushundingizmi nima deganim? N'inchi sekundda bosib o'tgan yo'li uning harakatini oxirgi sekundda bosib o'tgan yo'liga teng bo'ladi. Shunaqa bo'lyaptimi hozir? Bo'ldi. Ya'ni shu yer uchun jami 1 sekund ketdi. Bayli masalan 6-sekund 6-sekund degani bu 6-chi faqat o'sha 1 sekund degani. 7-sekund degani ham o'sha 7-chi, ya'ni faqat 1 sekund degani. Demak, uni n'inchi sekundda bosib o'tgan yo'liga teng bo'lib qolar ekan. Ana shu h taqsim 2 demoqchiman. Demak, hn teng bo'lib turibdi h taqsim 2 ga. Hn deganimiz formulasi mana boshlanish tezligi nima bo'lib turibdi? 0 bo'lib turibdi. 0 bo'lsa nima bo'ladi? Ha? 0 bo'lsa 0 bo'ladi. Xo'p, j taqsim 2 2n minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Ana. Endi teng mana bu 1 taqsim 2 ni yozaman. Keyin jn kvadrat taqsim 2 bo'ladi endi bu. Ya'ni h deganim jn kvadrat taqsim 2. Qarang, mana tushuntiraman. Nimaga shunaqa yozdim? jn kvadrat taqsim 2. Chunki oxirgi sekund uning masalan 5-sekund bu harakatlanishi kerak bo'lgan oxirgi sekund bo'lsa, 5-sekund bu 1 sekund bo'lyapti birinchidan. 5-sekund faqat 1 sekund bo'lyapti. Tushunarlimi? 5-sekund, n'inchi sekund bo'lyapti. Va uning jami harakatlanish vaqti ham 5 sekund bo'lyapti deganimi? Ya'ni t n ga teng degani. Tushunarlimi? Ana endi shuning uchun bu yerda t kvadrat demadim-da, n kvadrat dedim. T deganim ham bu yerda 1 sekund. T degani bu umumiy tushish vaqti bo'lishi kerak-ku. Men bu yerga umumiy tushish vaqtini qo'yishim kerak-ku. Mana bu h topish uchun, to'g'rimi? Ya'ni umumiy balandlikni topayotganimda umumiy vaqtni qo'yishim kerak. Umumiy vaqtim o'sha oxirgi sekund. N'inchi sekund degani 5-sekund bo'layotgan bo'lsa, demak u 5 sekundda tushgan. Umumiy vaqti 5 sekund. Tushundingmi? Bo'ldi. Demak, j2 ga bo'lib yuborsam nima bo'ldi?
ikkini bu yoqqa ko'paytiray. Yaxshi g'oya. 2ni bu yoqqa ko'paytsam 4n minus 2 teng n kvadrat bo'ladi. Ana endi kvadrat tenglamay ko'rinishiga keltirsam n kvadrat minus 4n plus 2 teng 0. Ana shunaqa bo'ldimi? Diskriminant qilib ishlaganim yaxshi ekan bu. Diskriminant 4 16 minus 4 kere 2 8. Bu 2 ildizosi 2ning nimasi? Kvadrati. To'g'rimi? Hop, endi n1 nimaga teng bo'ladi? 4 plus 2 ildizosi 2 taqsim 2 minus qilsam ham bo'lar ekan. n2 teng 4 minus 2 ildizosi 2 taqsim 2 bo'ladi. Bo'ldimi? Bo'ldi-da mana. Ildizosi diskriminant bo'lishi kerak. Bu degani 2 ga qisqartirsam 2 plus ildizosi 2 degan. 2 plus ildizosi 2. Buni ham 2 ga qisqartirsam 2 minus ildizosi 2 degan ekan. Qaysi birisi javob bo'ladi endi? degan savol tug'iladi. 2 minus ildizosi 2 degani bu 1 dan kichkina son bo'ladi. Mana bu 1 dan kichkina son. Chunki 1/41 chiqadi-da mana undan. 0,6 ga yaqin son bo'ladi. 0,6 sekund. Menda 0,6-sekund bo'lsa o'zi 1 sekund bo'lyapti-ku buni. Demak, javob 1 dan katta chiqishi kerak. Demak, buni men bemalol damingni olaver desam bo'ladi bu javobga, to'g'rimi? X qilib tashlayman ustidan chizib. Demak, 2 plus ildizosi 2 sekund bu haqiqiy vaqtga to'g'ri keladi. Chunki 1 dan katta bo'lishi kerak mana. Oxirgi 1 sekund bo'lyapti. Demak, undan oldin ham qandaydir vaqt harakatlangan. 2 plus ildizosi 2 sekund. Ya'ni 1:41 bo'lsa, 3:41 3:4 sekund desa ham bo'ladi. 3:4 sekund jami harakatlanish vaqti buni. O'sha 3:4 sekunddan mana bu 1 ni ayirib tashlasam, mana bu tx kelib chiqadi. Tx deganim 2:41 sekund desam ham bo'laveradi, 2:4 desam ham bo'laveradi. Hop, 2:4 3:4 degan javob bo'ladi, B javob. Tushundingizmi? 53-da 53 men bir tekshirib qo'yay shuni. Xatolashib ketgan bo'lishi mumkin-da. B javob. Bo'ldi. Demak, bemalol nima qilib olaveramiz? Yozib. Xo'p, keyingisi 56-masala. 56da nima deyapti? Ko'ramiz. Jism erkin tushmoqda. Tushish balandligining birinchi yarmini o'tish uchun ketadigan vaqt. Hop, yaxshi. Mana erkin tushdi, pot tetib yerga yarmini o'tish uchun ketadigan vaqt deyapti. Ana shu t vaqt. Butun balandlikni o'tish uchun ketadigan vaqtning qanday qismini tashkil qiladi? Butun balandlikni o'tish uchun qanday tx vaqt ketsa, tx ning qanday qismi t ga teng? O'shani topishim kerak. Ya'ni men tx ni t ga nisbatini topsam, o'sha qanday qismi ekanligi kelib chiqadi. Tushunarlimi? Yo'q, unday emas ekan. Xullas mana. T teng falon tx keltirishim kerak. Va mana shu yerdagi falon degan narsam o'sha so'ralayotgan narsa bo'ladi. Ya'ni tx ning qandaydir qismi t ga teng. Tushundingizmi? O'sha qismini so'rayapti-da. Bo'ldi. Hop, mana bu h taqsim 2, to'g'rimi? H taqsim 2. Bu to'lig'i h. Hop, h taqsim 2 degani j kvadrat taqsim 2 bo'lib turibdi. Mana bu h deganim jtx kvadrat taqsim 2 bo'lib turibdi. 2 bilan 2 ni qisqartirib olay, h bo'lib qoldi ana. Ya'ni h teng j kvadrat bo'lib qoldi. Tenglasam bo'ladimi ikkalasi? Ikkalasi ham h ku. J kvadrat teng j og'ayni nima bo'ldi? Bitta nazar qilib ko'ray. Bo'ldi. Boshidan o'chirib yozaman. O'ziga kelib qoldim. Qo'y. Teng nima bo'ldi? J kvadrat teng bo'ldi jtx kvadrat taqsim 2 ga. Tushundingizmi? Bo'ldi. J'lar bo'lyapti senga. J'lar qisqarib ketdi. Og'ayni unaqa qilma.
ishlasang ishla buni doska bo'lsang. Bo'lmasa qo'y, o'ch. Balam damim olam. Ishlaysanmi? Ha, deyapti shekilli. Xo'p, demak. Shunda men ikki tarafdan ildiz olsam, t kvadrat teng nima bo'ldi? Tx ikki tarafdan ildiz oldim-ku men. Mana bu yerda t kvadrat yozib ketdim-da. T teng ana tx taqsim ildiz osti 2. Ana tx ga ko'payib turgan hadin nima bo'ladi? 1 taqsim ildiz osti 2 ko'payib turibdi mana. Ana ko'payib turgan narsani topishim kerak dedim-ku. Xuddi shu narsani topdimmi? Bo'ldi. Demak, 1 taqsim ildiz osti 2 qismi bo'lar ekan. Qism kerak-da menga. Xo'p, 57. Bo'ldi, ana, yaxshi bo'lib ketadi hozir. 57. Xo'p, nima deyapti 57 da? Jism h balandlikdan erkin tushmoqda ekan. Ya'ni erkin tushib kelyapti. Nima endi katta-katta qilib yozishni boshlading, og'ayni? Normalni yozib turdi ham mayli. Hop. H balandlikdan erkin tushmoqda. Uning yo'lning ikkinchi yarmidagi o'rtacha tezligini toping. Yo'lning ikkinchi yarmidagi o'rtacha tezligini topish kerak ekan. Ya'ni mana shu yerga keldi va bu yoqqa tushdi, pot etib. Ana shu h taqsim 2, bu yog'i ham h taqsim 2. H taqsim 2. Va mana shu yerdagi o'rtacha tezlik kerak. Uning uchun bunday qilsam bo'ladi mana. Mana bu yerda v1 tezlik, bu yerda v2 tezlik deymanda qo'shib 2 ga bo'lib qo'ya qolaman. O'sha o'rtacha tezlik bo'ladi. Menga topishga qulay bo'ladi. Oson bo'ladi. Oson usuli shu. V o'rtacha teng, shu qalamni ozgina noziklashtirib olayda-mi? V o'rtacha teng v1 plus v2 taqsim 2 bo'ladi. Sen yaxshi ishlamayapsan, jo'ra. Demak, v o'rtacha tushunarli, nimaga shunaqa bo'lishi? Chunki tekis tezlanuvchan harakatda bu. Tekis tezlanuvchan bo'lgandan keyin boshi bilan oxirini qo'shib 2 ga bo'lsak bo'ladi. Buni bilasizlar. Demak, endi v1 nimaga teng bo'ladi? Mana boshlanish tezlik mana bu yoqda. v0 teng 0 bo'lib yotibdi, to'g'rimi? Ana h taqsim 2 teng v1 kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j. Hop, mana bu 0 ga teng. 2j bu yoqqa 2 lar ham qisqarsa, bu yoqqa o'tsa ildiz osti jh ga teng bo'lib qoladi. Nima? v1. Chunki v1 ni kvadrat turibdi. Ildiz olardik-da ikki tarafda. Endi mana buni topish uchun umumiydan qarayman mana. Umumiy h-ku. Demak, h teng v2 kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2j bo'ldi. Ish bitdi. Xo'p, endi nima qildik? Bu yana 0 ga teng, 2j bu yoqqa ko'payib o'tsa, v2 teng ildiz osti 2j h bo'ladi. To'g'rimi? Ana v1 v2 topildi. Bu yerga olib kelib qo'yaman. v1 deganim ildiz osti jh mana. Ildiz osti jh plus ildiz osti 2jh. Bo'ldimi? Taqsim 2. Ana endi ildiz osti jh-larni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam, 1 plus ildiz osti 2 taqsim 2. Tamam. Xo'p. Taqsim 2ligi D javob ekan. Bo'ldi, tamam. 59-masala. Shuni doskani o'chirib ishlamasam bo'lmaydi shekilli, ha? Behudaga lipir-lipir qilmayapti bu. 59. Aytyapti. 45 metr balandlikdan erkin tushmoqda bir jism deyapti. Tushishning oxirgi sekundidagi ko'chishi nimaga teng? Ana, h teng 45 metr va oxirgi sekunddagi ko'chish h so'rab. Hali men endi nimaligini bilmayman. Ana ketdi, pot etib tushdi, qandaydir h balandlikdan va oxirgi sekundda qanday balandlikka ko'chadi, o'shani topish kerak. H endi. Ana u h berilgan. O'zi oxirgi sekundi nimaga teng buni? O'shani topishim kerak birinchi. Uning uchun tushish vaqtini topaman. T teng ildiz osti 2h taqsim j dan. Boshlanish tezlik 0 ku. Shuning uchun shunga qo'yaman.
ildizosi 2 ko'paygan h 45 bo'lingan j 10. 90 ni mana bunga bo'lsa 3 sekundda tushar ekan, to'g'rimi? Demak, oxirgi sekund 3-sekundga teng bo'lar ekan. To'g'rimi? Oxirgi sekundda bosib o'tgan yo'lini toping deyapti-ku. Demak, oxirgi sekund bu 3-sekund bo'lar ekan. N teng 3. Hn teng j taqsim 2 2n minus 1. Tamam. Jni 2 ga bo'lsam 5 5 2n minus 1 2 kare 3 6 dan 1 ayirsin 5 kare 5 25 metr balandlikka ko'char ekan oxirgi sekundda. Tushunarlimi? Xo'p, 63-ga o'tdik endi. Shuni o'chirib qo'ya qolay. Xo'p, 63. Boshlanish tezliksiz erkin tushayotgan jism oxirgi 35 metrni 1 sekund davomida o'tdi. Mana boshlanish tezliksiz erkin tushib kelyapti va oxirgi 35 metrni, ana bu 35 metrni 1 sekundda o'tdi deyapti. 1 sekund. Tushish balandligi qanday? U necha sekundda tushgan? Bo'ldi. Qarang, o'zi mana bunday edi. Sizga bir chizma chizib berdim. Bundan foydalanadiganlar foydalana oladi degandim-a. O'shani endi bundan oldingi masalalardan ham foydalansa bo'lardi, lekin hech bir foydalanmay ko'rsa o'tib ketyapman-da. O'shani mana shu yerda qo'llasak zo'rda. 5 metr yurardi, 15 metr yurardi, 25 metr yurardi. Ana buni chizmasam ham bo'lar ekan. Yana bitta. Bitta og'ay. 25 metr va hokazo. Ya'ni birinchi sekundda 5 metr, 15 metr, 25 metr, 30 metr buni gaplashuvdik, to'g'rimi? Gaplashganmidik? Gaplashuvdik. Keltirib chiqaruvdik? Albatta. Demak, bu 1, 2, 3, 4 sekund harakatlangan. Darrov topdim mana. T teng 4 sekund harakatlangan. Jam. Endi qanday masofa bosib o'tgan? 4 sekundda qanday masofa bosib o'tadi? Erinmasangiz mana ularni qo'shing. Erinadigan bo'lsangiz nima qilasiz? Boshqa yoqdan ketasiz. Ya'ni h teng j kvadrat taqsim 2 dan ketasiz. J kvadrat taqsim 2 dan. J ni 2 ga bo'lsam 5, t ni kvadrat 4 ni kvadrat 16, demak 80 metr. Mana bilan qo'shib chiqsangiz ham 80 chiqadi. Endi mana bu 4 sekundni boshqa yerdan topib ber deydiganlar bor-da. Mayli, uni ham qilaveramiz. Endi bu oxirgi sekund bo'lyapti-ku, 1 sekund, oxirgi 1 sekundda. Demak, n-chi sekundga mos kelyaptimi? Bu demak n-chi sekundda bosib o'tgan yo'l bu. Hn teng j taqsim 2 2n minus 1 deymizda, o'sha n ni topamiz. J ni 2 ga bo'lsam 5, 35 ni 5 ga bo'lsam 7, 7 teng 2n minus 1. 1 bu yoqqa o'tdi, 6 bo'lib qoldim. 8 bo'lar ekan, kechiraman. 8 teng 2n bo'lsa, n teng 4 chiqadi. Demak, u 4-sekundda 35 metr yurgan ekan. Demak, 4 sekund harakatlangan ekan. Tushundingizmi? 4-sekundda 35 metr yurdi. Bu oxirgi sekundda deyapti-da. Oxirgi 1 sekundda 35 metr yurdi degani bu 4-sekundga to'g'ri kelyapti. 4-sekund bo'lsa, bu oxirgi sekund bo'lyapti ham. Demak, 4 sekund harakatlangan bo'ladi. Mana shu 4, mana shu 4 ga teng bo'ladi desangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Keyin ana qolganini mana hni bunaqa topsangiz ham bo'laveradi keyin. Hop, keyingi masala. 64. Boyagi harflardan qo'rqadiganlar uchun. Harflardan dedim, harflardan demadim. Harf, ABCD harf, o'shalardan qo'rqadiganlar uchun maxsus. Jism h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. Mana jism h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushayotgan ekan. Yana xuddi shu boyagi gap. Bu 0 teng 0. Va harakatning oxirgi sekundida deyapti yani. Oxirgi sekundida 3h taqsim 4 masofani bosib o'tdi deyapti. O'zi h ga tushyapti ekan. H. Endi mana shu o'z navbatida hn ga teng bo'ladi. Oxirgi sekundida deyapti. Oxirgi 1 sekund. Tushundingizmi? Hn n sekundda bosib o'tgan yo'lga teng bo'ladi bu. Endi so'rayotgan narsasi 64 midi? Necha metrga teng va necha sekundda tushgan deyapti. Ya'ni umumiy balandlikni topish kerak hni
va necha sekundda tushganini ham topish kerak ekan. Bo'ldi. Demak, h so'roq va jami tushish vaqti so'roq. Bo'ldi. Mana shu tenglikdan ketaveraman mana. 3 taqsim 4 h degani j kvadrat taqsim 2 mi? T'imiz n ga teng bo'ladi. Boya ham tushuntirdim. Nimaga? Chunki oxirgi sekund bu n-chi sekund. Ya'ni masalan, oxirgi sekundni 5-sekundga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, boya ham tushuntirdim. Oxirgi sekundni 5-sekundga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, u 5 sekundda tushgan bo'ladi. To'g'rimi? O'shaning uchun shunaqa bo'lyapti-da bu yerda. Oxirgi sekund bilan harakatlanish vaqti teng bo'ladi. Ya'ni oxirgi sekund 5-sekund bo'lsa, demak bu 5 sekund harakatlangan. Ko'p gapirib yubordim. Demak, jn kvadrat taqsim 2 deb ketmoqchiman yana. Shuni aytmoqchiman. Ya'ni t emas, n kvadrat taqsim 2 demoqchiman. Teng hn deganimiz j taqsim 2 2n minus 1. Shundan jni 2 ga bo'lsam, jni 2 ga bo'lsam 4 ni u yoqqa ko'paytirib yuboraman. 3n kvadrat teng 4 kere 2 8n minus 8 emas ekan. 4 bo'lar ekan. To'g'rimi? Endi bularni bu yoqqa o'tkazsam 3n kvadrat minus 8n plus 4 teng 0. Diskriminant qiladigan bo'lsam 64 minus 4 kere 3 12 ni 4 ga bölsam 48. Necha bo'ldi? Bir narsa 6. 16 mi? 16. Bu degan 4 ni kvadrati. Xo'p, n1 8 plus 4 taqsim 2 emas, 2 ko'paygan 3 bo'lar ekan. 8 ga 4 qo'shsam necha bo'ladi? 12. 12 ni 6 ga bo'lsam 2. 2 sekund chiqyapti ana. Endi minus qilishim kerak. Ya mayli, uni ham qilib qo'yamiz. n2. 8 dan 4 ni ayirsam 4 taqsim 6 kelyapti. Yana 1 dan kichik chiqyapti. Chunki menga oxirgi sekundda deyapti. Oxirgi 1 sekundni tushunaman-da men. Oxirgi sekund. Demak, undan ham oldin harakatlangan javob 1 dan ko'p chiqish kerak. Men bu yerda 1 dan kichik javobni bemalol uyingga boraver, bemalol damingni olaver deb damini bersam bo'ladi. Tushundingizmi? 2 sekund. Demak, 2 sekundda tushgan ekan u. Mana bu t 2 sekundga teng ekan. Tushundingizmi? 2 sekundda qanday balandlikka tushadi desangiz, h teng j kvadrat taqsim 2. Boshlanish tezlik 0 ga teng chunki. Ana j ni 2 ga bo'lsam 5, t ni kvadrati nima bo'lyapti? 4. 20 metr. 20 metrdan tushgan ekan va jami 2 sekund tushgan ekan. Tushundingizmi? Keyingi masala. Doskani o'chiray. Hop. 64 ketdi. 66. Nima deyapti? U boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 9 sekundda yerga tushdi. T teng 9 e 4 yozma. 9 sekundda yerga tushdi. U oxirgi 3 sekundda necha metr yo'l o'tgan? Oxirgi 3 sekundda necha metr yo'l o'tgan? Tx teng 3 sekund. Buni oson yo'ldan tushuntirsammi yo qonuniy usuldan tushuntirsammi? Birpas qiynasammikan yo ikkitasini ham ko'rsatsammikan? Xo'p, mana qarang. Misol uchun ketdi va t vaqtda yerga tushdi, to'g'rimi? Ya'ni ana u t vaqt, ya'ni 9 sekund. Endi oxirgi 3 sekundda mana shu yerda harakatlandi. Ya'ni bu tx. Shu tx ni topishim kerak. Tx topishim kerak debman. O'sha vaqtda tushgan balandligini topishim kerak. Ana h teng mana shu yerga kelganda qandaydir tezligi bo'ladi-ku. O'sha tezlik v0 deb olaman. Bu harakat uchun. Tushundingmi? v0 t plus j tx. J tx kvadrat taqsim 2. Nimaga tx qo'yaman? Chunki h masofani tx vaqtda o'tyapti-da. Ana u v0 ni qayerdan topaman? Bu yerda qancha vaqt harakatlangan? 6 sekund harakatlangan. To'g'rimi? 6 sekund harakatlandimi? Bu o'sha 6 sekund harakatlangandagi tezligi bu yoq uchun boshlang'ich tezlik bo'lib turibdi. O'sha v0 deganim endi bu yerni v deb olishim kerak edi o'zi.
bu yog'i uchun boshlang'ich bo'layotgani uchun v0 deb oldimda, tushunarli? Xo'p, bu yog'i uchun boshlang'ich bo'lgani uchun v0 deb oldim. O'zi aslida mana bu yerda kelganda v bo'lish kerak edi. Mana boshlang'ich tezlik bu yoqda 0 plus j ko'paygan t demayman endi, 6 deyman. Demak, u 60 metr taqsim sekund tezlikka erishgan bo'lar ekan. Biz o'zi buni darrov v0 60 ga teng bo'ladi deb yozib ketaversam bo'lardi. Darrov. Nima, qayerdan bilardim? Chunki o'tgan dars o'tdik. 1-sekundda 10 tezlikka 2 da 20, 3 da 30, 40, 50, 60 bo'ldi, tamom. O'shandan ketsak ham bo'laveradi deb. O'shandan ketsangiz ham bo'ladi, xolasangiz, farqi yo'q. Endi ketdi mana bu yog'ini hisoblash. v0 deganim 60 tx 3 plus j ni 2 ga bo'lsam 5 tx ni kvadrati 9 bo'ldi. Masala hal. 180 plus 45 jami 225 metr masofa bosib o'tar ekan. Xo'p, mayli. Bo'ladi, mana shu usul yaxshiroq ekan sizlarga. Narigini tushunish sal qiyinroq bo'ladi, adashmasam. Hop, 67 ga o'taman, doskaga o'chiraman. 67. Erkin tushayotgan jism oxirgi 2 sekundda 160 metr yo'l o'tdi. Mana, erkin tushayotgan jism oxirgi 2 sekundda 160 metr masofani bosib o'tibdi mana. Mana bu yer h teng 160 metr. Mayli, hx deb belgilaylik. Umumiy balandlik hx. Va bu yerga kelganda yana boyaga gap. Qandaydir uni boshlanish tezlik bilan boshlab bosib o'tadi-da. Qancha vaqtda deyapti? 2 sekundda deyapti. Uni tx belgilayman. Bu yog'ini ham hx qo'yman. Zo'r. Hamma yoq hx. Xo'p, demak, bu yoqni t vaqtda tushdi, h balandlikdan. hx balandlik tx vaqtda tushdi. Endi mana shu men umumiy balandlikni topmoqchi bo'lsam, shunaqa degan masalada jism necha metr balandlikdan tushgan va qancha vaqtda tushgan, ikkovini ham topib ber deyapti-da. Qoyil, yaxshi. Topamiz, muammo emas. Endi bu yoqda ham qandaydir vaqt harakatlangan-ku, o'shani t1 deb qo'yaman. Tushundingizmi? Men v0 ni topib olaman oldin. Nimaga topishimni tushuntirib boraman keyin. hx teng v0 tx plus j tx kvadrat taqsim 2 mi? Ana shunaqa. hx degan 160. O'g'ayni, yana sen boy hunaring boshladingmi? Ana h yo'q, men 160 deb yozmoqchi edim. 160 teng nima bo'ladi? v0 yo'q, mana v0 mana yozuvlar ham hech kerak kirib ketdi. Hamma amallaymizda. v0 tx 2 sekund ko'paygan 2 plus j ni 2 ga bo'lsam 5 tx ni kvadrati 4 5 4 20 160 dan 20 ni ayirsam 140 teng v0 ko'paygan 2 ketdi. v0 degani 70 metr taqsim sekund ekan. Demak, bu yoqda qancha vaqt harakatlangan bo'lar ekan bu? To'ppa-to'g'ri 7 sekund. Chunki har sekundda tezligi 10 ga oshib boradi, to'g'rimi? Mana bu yerda boshlanish tezlik 0 da chunki. 0 bilan boshlagan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 bo'ladi 7-sekundda. Tamam. Mana u 7 ekanligi bilindi. Bu yoqda 2 sekund ekanligi bilindi. Demak, t 9 sekund ekan. Jami 9 sekundda tushgan ekan bu. H topish muammo emas. H teng j t kvadrat taqsim 2. T kvadrat dedim. J ni 2 ga bo'lsam 5, t ni kvadrati 9 kvadrat 81. 81 5 ga bo'lsa 405 bo'ladi. Shunaqada 405. 9 va 405 ajob 67. Bo'ldi. 405 metr ekan. Tushundingizmi? Oson masalalar. Ko'rdinglarmi? Umuman oson. Umuman qiynamaydi. Boshingiz ham og'rimaydi. Xo'p, 69. 69. Demak, boshlanish tezlik erkin tushayotgan jism oxirgi 0.4 sekundda 12 metr yurdi deyapti. Qanday balandlikdan tushgan deyapti. Endi buni ishlamayman.
ishlamayman. Men ishlamayman. Ammo siz ishlaysiz. Tushundingizmi? Chunki mana 67-masala bilan bir xil. Faqat u oxirgi 2 sekund deydi. Bu oxirgi 0.4 sekundda. Tamam, farq shunda. Ishlanish yo'li bir xil. Sizga sovg'a deyish uchun belgilagandirman balkim. Qo'yil. 67. Yo'q, qanaqa 67? 72. Meni ham miyam aynishni boshladi shekilli. O'zi sog'a emas meni miyam. Aynishni boshladi degan gap umuman noto'g'ri bu yerda. O'zi demak, ikkita tomchi bir nuqtadan 2 sekund vaqt intervali bilan birin-ketin tusha boshladi. 2 sekund vaqt intervali degani 2 sekund vaqt farqi bilan-da. Birinchisi uzilib ketdi. 2 sekunddan keyin ikkinchisi uzilyapti degani bu. 2 sekund vaqt intervali bilan ikki tomchi uzildi degani. Tushundingizmi? Xo'p. Birinchisi uzildi. Mana pot uzilib ketdi. Oradan 2 sekund o'tgandan keyin ikkinchisi uzilyapti mana. Ana. Tushundingizmi? Mana shu yerda t teng 2 sekund vaqt bor. Endi ikkinchisi uzilgandan, ikkinchi tomchi uzilgandan 5 sekund o'tgandan keyin tomchilarning orasidagi masofa necha metr bo'ladi deyapti. Xo'p, mayli. Bu mana 2 sekunddan keyin bunisi uzildi. Bu ketdi mana. Bu ketdi. O bir joyga bordi. Qancha vaqt bo'ldi? Mana bu esa qayergadir keldi-da mana bunday joyga. Ya'ni ikkinchi tomchi uzilgandan 5 sekund o'tgandan keyin deyapti. 5 sekund. Demak, T1 deb qo'yaman buni. Birinchi tomchi uzilgandan qancha vaqt o'tgan bo'ladi shunda jami? 7 sekund o'tgan bo'ladimi? T2 teng 7 sekund o'tgan bo'ladi. Ikkinchi tomchi uzilgandan 5 sekund o'tgandan keyin deyapti. Ikkinchi tomchi uzildi 5 sekunddan keyin. Demak, birinchi tomchi uzilganiga 7 sekund bo'ldi. Chunki ular 2 sekund vaqt farqi bilan uzilgan edi. Tushunadingmi? Endi aytayaptiki, boya aytgandek, orasidagi masofa qanday bo'ladi u tomchilarni deyapti. H. Delta H. Delta H qanday bo'ladi? Delta H topishim uchun ikkalasini bosib o'tgan balandliklarni ayirishim kerak. H2 minus H1 deyishim kerak-da. H2 minus H1. Bu H2 mana T2, H2 deb belgilayotganim bu birinchi tomchini parametrlari. T1, H1 deydiganlarim bu ikkinchi tomchini parametrlari. Adashtirib qo'ymang. Demak, H2 deganim J T2 kvadrat taqsim 2 bo'ladi. H1 deganim J T1 kvadrat taqsim 2. Ikkalasi ham boshlanish tezliksiz uzilib ketadi-yu. Pop qaytib. Teng J taqsim 2 larni qavisini tashqariga chiqarsam T2 kvadrat minus T1 kvadrat bo'ladi. Teng J ni 2 ga bo'lsam 5, T2 49 minus mana H2 deganim mana bu joyda, mana H2. H1 deganim mana bu joy. Menga delta H kerak. H2 dan H1 dan ayrsam delta H kelib chiqadi. 49 minus 25. 49 dan 25 ni ayrsam 4, 24 mi? 5 ko'paygan 24. Bu degani 120 degani? Yo'q. 5 ni 20 ga bo'lsam 100, 120. 120 metr ekan ular orasidagi masofa. Bo'ldi. 73. Shu yoniga ishlayman buni. O'xshash masalada. 73. Ikkinchi tomchi uzilgandan 2 sekund o'tgach deyapti. Tomchilar orasidagi masofa 25 metr deyapti. Endi mana bu delta H 25 metr bo'lyapti-da. Ana ikkinchi tomchi uzilib ketdi. Ana ikkinchi tomchi, ana bu birinchi tomchi. Uzilgandan qancha vaqt o'tgandan keyin? Ikkinchi tomchi uzilgandan 2 sekund o'tgandan keyin. Mana bu yerda 2 sekund vaqt ketdi mana. T teng 2 sekund. 2 sekund o'tgandan keyin tomchilarning orasidagi masofa 25 metr bo'ldi mana. Mana bu delta H teng 25 metr bo'ldi. Mana bu H1 bo'ladi. Birinchi tomchi, bu H2 bo'ladi.
Ikkinchi tomchi uzilgandan keyingi vaqtni ham T2 deb belgilab qo'ya qolay. Mana shu T bo'lib turaversin. T teng 2 sekund bo'lib turaversin. Yaxshi shu bo'ladi bizga. Demak, shunda nimani so'rab turibdi o'zi? Tomchilar necha sekund vaqt intervali bilan uzilgan? Bo'ldi. Demak, bu uzilgan, bu bilan buni orasidagi vaqt T1 deb qo'yaman. Bo'ladimi? Bo'ladi-yu, to'g'rimi? Shunda mana birinchi tomchi T1 plus T vaqt harakatlangan bo'ladi. Tushundingizmi? Bu T1 deganim ikkita tomchini to'xtab turing. Mana shu T1 ni mana bu yerdan bu yerga tushguncha ketgan vaqt deb qarayman. Tushundingizmi? Buni T2 deb qo'yar ekanman baribir. Shunda qulay bo'lar ekan. Ikkinchi tomchi, birinchi tomchi deyman. Va mana bu formulaga qo'yaman. Bu yerda nima qilgan bo'lsam, shu ishni qilaman va T1 ni topaman. Tushunarlimi? Demak, delta H teng ana shu formula kelib chiqadi yana. Mana bu formula. Delta H teng J taqsim 2 2 emas T2 kvadrat. Endi bu yerda T1 bo'lyapti-da, mana bu yerda teskari qilib belgilagandim. Birinchi tomchini 2, ikkinchi tomchini 1 deb. Demak, bu yerda endi to'g'rilab belgiladim. T1 kvadrat minus T2 kvadrat keladi-da. Xo'p, delta H 25 teng. Mana uni 2 ga bo'lsam 5. T1 ni kvadrati T1 kvadrat minus T2 ni kvadrati 4. 25 ni 5 ga bo'lsam 5, ana 4 bu yoqqa plus o'tadi, 9 bo'ladi. 9 teng T1 bo'lsa, T1 teng 9 sekund bo'lar ekan. 3 sekund. T1 ni kvadrati-yu bu. Shuning uchun T1 3 sekund chiqadi. Demak, endi ularning orasidagi vaqt intervali kerak. Demak, birinchi tomchini uzilganiga 3 sekund bo'libdi. Ikkinchi tomchini uzilganiga 2 sekund bo'libdi. O'sha birinchi tomchi bilan ikkinchi tomchi qancha vaqt intervali bilan uzilgan bo'ladi? Ana 1 sekund vaqt intervali bilan uzilgan bo'ladi. 1 sekund vaqt intervali bilan. Ya'ni delta T. Xo'sh, tushundingizmi? Tushunmaydigan narsangiz yo'q-ku bu olamda. To'g'rimi? Hop, keyingisi. 75 ga o'tdik. 75. 3 ta masala qoldi, xudo xolasa. Bardan baquvvat bo'lib tursak, vertolyot 500 metr balandlikdan o'zgarmas H teng 500 metr balandlikdan o'zgarmas V teng qancha? 10 metr taqsim sekund tezlik bilan tushib kelyapti ekan. Va o'sha paytda biror narsa tashalgan ekan vertolyotdan. Xo'p, jism deyapti, vertolyotdan necha sekund oldin tushadi? Delta T vaqtlar farqini topishim kerak. Xo'p, vertolyot tushib kelyapti 10 tezlik bilan o'zgarmas. Mana vertolyot bo'ladigan bo'lsa, mana vertolyot deb tasavvur qilamiz. Pastga qarab o'zgarmas V tezlik bilan tushib kelyapti. Va u H balandlikdan qancha vaqtda tushadi? O'shani hisoblab olaman. H teng endi bu tekis harakat bo'lib qoladi, V bo'lib qoladi. Chunki vertolyot tekis harakat qilib tushyapti. Tushunarlimi? Ya'ni parrak ishlamay qolib, vuv etib qulab ketdi emas. U qulab ketganda tekis tezlikda harakat qiladi. Bu 10 tezlik bilan tekis tushyapti deyapti. Demak, parrak ishlamay qolmagan. Parrak ishlayapti va sekin aylanib tushyapti. Xo'p, demak, H 500 teng V 10 ko'paygan T. T teng 50 sekundda vertolyot tushar ekan. T1 deb qo'yaman shuni. T1 50 sekundda tushar ekan. Endi o'sha aytayapti, o'sha 500 metrdan pastlay boshlagan paytda bir narsa tashlab yubordik deyapti. Tushundingizmi? 500 metrdan qancha vaqtda tushadi? Xo'p, H teng J2 kvadrat taqsim 2 deyman. Boshlanish tezliksiz tashlab yubordik deylik. Yoki vertolyot tezligini qo'shsam ekan. Qo'shmay qo'ya qolay hozircha. Hop. H 500 teng J2 ga bo'lsam 5 T kvadrat. Buni bunga bo'lsam T teng 10 sekund bo'lar ekan. 10 sekundda nima qilar ekan? Tushar ekan. Agar javobi 40 bo'lmasa bor-ku, T2 bu.
Javobi 40 bo'lmasa boshidan ishlayman. Mana buni tekkani topishni. Boya qilmay qo'ya qolay degan ishimni qilaman-da. Javobi 40 sekund oldin tushadi degan bo'lmaslik. Javob bo'lishi kerak-da. Bu 45, 75. Ana ye ekan. Ko'rdinglarmi? Juda ham yaxshi. Oqilona ish bo'lgan bu yerda. Men shu erindim. Mana 40 chiqdi ko'rdingizlar, ha? Bu yoq 50, bu yoq nima bo'ldi? Bu yoq 50, bu yog'i 10 chiqdi. Demak, ularning vaqtlar orasidagi farq 40 bo'lib qoldi. 40 degan javobim bor. Ablahlarcha. Endi nimaga bu yerda vaqt kamayadi? Chunki mana vertolyot ichida turibman. Vertolyot 10 tezlik bilan pasayishni boshlaganda, men ham 10 tezlik bilan pasayaman va men toshni qo'limda ushlab turgan bo'lsam, tosh ham 10 tezlik bilan pasayadi. Tushundingizmi? Endi vertolyot pastga bunday harakatlanayotgan paytda men uni qo'yib yubordim. Demak, uning boshlanish tezligi men harakatlanayotgan tezlikka teng edi. Ya'ni toshning boshlanish tezligi 10 edi. Tushundingizmi? Demak, h teng v0t plus j kvadrat taqsim 2 deyman. Tosh erkin tushdi deb qaraymiz-da. Xo'p, v0imiz mana bunga teng bo'ladi. H deganim. H 500 teng v0 10t plus j ni 2 bo'lsa 5t kvadrat. Biz shu erinchoq bo'lgan odam pand yeb qo'yadi deb mana shu masalada. Boshlanish tezlik 0 deb qarab ketdimi? Bo'ldi. Ablah bo'ldi mana 40 bo'ldim. Bitta testim yo'q bo'lib ketdi. 5 ga bo'lib beraman va kvadrat tenglama ko'rinishga keltiraman. T kvadrat plus 2t buni 5 ga bo'lsam, bu yoqqa o'tsa minus o'tadi. Minus 100 bo'lar ekan, 100 teng 0. Xo'p, 2 bilan 100 chiqish kerak. Nima qilsam chiqadi? Hop, 9 bilan yo'q, hech qanaqasiga 9 kelmaydi bu yerda. Ha mayli, diskriminant qilamiz. Diskriminant teng 2 ni kvadrat 4 plus bo'lib ketadi. 400. 4 plus 400. Ha? 404 bo'ladi. Xo'p, t teng minus 2 plus ildiz osti 404 taqsim 2. Mana bu yerni minus qilsam vaqt manfiy chiqadi. Shuning uchun faqat plusligini olib qo'yaveraman. Bu T2 bu, hammasi T2. Oho, hamma joyda sharmanda qilib ketman mana. T2 ning qiymati bu. O'sha T2 ning qiymati. Xo'p, minus 2. Mana bundan taxminan 20 chiqadi desam bo'ladimi? 20 taqsim 2. Xo'p, 18 ana 9 chiqdi. Demak, tashlab yuborilgan tosh 9 sekundda tushyapti. Vertolyotning o'zi 50 sekundda tushyapti. Jami 41 sekund oldin tushadi shunda. Tosh vertolyotdan. Tushundim? Javob bo'ldi ana. Ana endi pok vijdon bilan keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. 76. Xo'p, nima deyapti? Shaxtaga tushib ketgan toshning shaxta tubiga urilgandagi tovushi, ana, shaxtaga tushib ketdi bir tosh. Va shaxtaning tubiga toq qatib urilganiga mana shaxta quduq bor masalada suv tortadigan. O'sha suvga suv tortadigan quduqqa o'xshaydi-da shaxta ham. Ana tubiga urilgandagi tovush 9 sekunddan keyin eshitildi deyapti. Tosh tashlangandan keyin. Tosh tashaldi, bir vaqtda tosh tushadi, to'q qatib uriladi va bu yoqqa tovush qaytib chiqadi. Tovush T2 paytda qaytib chiqadi. Demak, T1 plus T2 9 sekund ekan. Endi nima savol so'rayapti? Kitobni qo'yib qo'yibman men. Tovushning tezligi 320 bo'lsa, v tovush teng 320 metr taqsim sekund bo'lsa, deyapti. Shaxtaning chuqurligini toping. Shaxtaning chuqurligi h bilan belgilay qolay. Mayli? Xo'p. Bo'ldi, topamiz. Demak, qarang. H degani nima bo'lyapti? H. Ana u tushganda j(t1 kvadrat taqsim 2 degan vaqtda tushadi. Shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi. Endi tovush qaytib chiqadi o'sha h balandlikdan. Tovush tekis harakatlanadi.
Ya'ni tezligi o'zgarmaydi. V T2. Shunaqa desam bo'ladi. Ya'ni T2 vaqtda tovush qaytib chiqadi. V tezlik bilan harakatlanib, tekis harakatlanib qaytib chiqadi. Endi mana bu ikkalasini tenglasam bo'ladimi, og'aynilar? Demak, tenglayman ikkalasini. V T2 teng bo'ladi J T1 kvadrat taqsim 2 ga. V deganim 320, T2 teng J ni 2 ga bo'lsam 5 T1 kvadrat bo'ladi. 320 ni 5 ga bo'lsam 64, 64 T2 teng T1 kvadrat bo'lyapti. Ana masala qayerda? Mana masala qayerda? Xo'p, T2 ni o'rniga shunda. T2 ni topsam shundan. T1 kvadrat taqsim 64 bo'ladi. Mana. Xo'sh, endi menga shaxta chuqurligini topishim uchun yoki T1 kerak, yoki T2 kerak, to'g'rimi? T1 ham T2 ham yo'q baxtimga. Lekin mana bu narsa bor. T1 plus T2 teng 9. T1 degani T2 degani T1 kvadrat taqsim 64 degan. T1 kvadrat taqsim 64 teng 9. Mana 95 emas, 9 sekund deb yozdim boya. Endi 64 dan mahraj berishga majburman. Bunga ham 64 dan, bunga ham 64 dan mahraj beraman. Xo'p, T1 kvadrat plus 64 T1 plus minus o'tadi degani. Minus 9 ko'paygan 64 ko'paygan 64 teng 0. Ana shunaqa ko'rinishga keldi. Endi buni nima qilsam bo'lar ekan? Nima qilsam bo'ladi? Diskrement qilaman, boshqa nima qilaman? 64 ni kvadrati minus emas plus bo'lib ketadi. 4 ko'paygan 9 ko'paygan 64. Shunaqami? Shunaqa bo'ldi. 4 Endi bundan 64 ni qavsdan tashqari chiqaraman. Ya'ni sizlarga master class bo'ladi hozir. Xudo xolasa, oson hisoblash uchun 64 ni kvadratiga ko'paytirib, buni ko'paytirib o'tirmasdan qilsa bo'ladi. 64 plus 4 kare 9 36. Ko'rdingizmi? Nima bo'ldi? Shundoq qo'rqinchli narsa chiroyli yuvosh narsaga aylanib qoldi. Xo'p, 100 mi? 6400. Bu degani 80 ning kvadrati. Ana. Ko'rdingizmi? Mazza. Dangasaroq odamlar shunaqa osonroq yo'lni o'ylab topadi. Menga o'xshagan deb qo'ying. Demak, T1 ni o'zi minus 64 plus 80 taqsim 2. 80 dan 64 ni ayırsam. Hop, 16 mi? 16 ni 2 ga bo'lsam 8 mi? 8 bo'ldi, ha? 8 sekund bo'ldi. Hop, T1 bilan mana bundan topsam bo'lar ekan. H teng T1 ni kvadrati. J ni 2 ga bo'lsam 5, T1 ni kvadrati 64, 64 ni 5 ga bo'lsam 320 metr ekan. O, shaxta ham ancha chuqur ekan. Qoyil. 320 metr. Javob. Bo'ldi. Tushundingiz degan umiddaman. Tushunmaganlar qayta ishlash kerak bilasizlar. Mana bir narsani tushunmay qoldingizmi? O'shani 2 marta, 3 marta, 4 marta tushunib qayta o'zingiz ishlang. Qayerdan keldi? Mana bunday bo'ldi, bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Unda ham tushunmasangiz kimgadir tushuntiring o'sha masalani. Shunda tushunasiz, aniq. Xo'p, 77. Qoya cho'qqisidan tushib ketayotgan tosh yerga urilgach, uning tovushi 1 sekundda eshitildi. Tovushning tezligi 320 bo'lsa, toshning qoyadan uchish vaqtini toping. Tushish vaqtini toping ekan. Oson u. Demak, xuddi boyagiday ish bo'lyapti. Faqat cho'qqidan tushib ketyapti, tosh qandaydir H balandlikda tushyapti. Tushgandan keyin deyapti buni. Urilgach, tovushi 1 sekundda eshitildi. Tovush 1 sekundda chiqdi o'sha masofaga. Hning V 1 sekundda chiqdi. Demak, Himiz 320 bo'lyapti.
metr taqsim sekund. Tovush tezligini 320 metr taqsim sekund deb berib qo'yibdi. Tamam. Endi u tosh deyapti. Qancha vaqtda tushgan deyapti. T teng ildiz osti 2h taqsim j vaqtda tushgan bo'ladi. Bu oson ekan-a? O'zingiz ham ishlay olarsiz buni. 2 ko'paygan h'imiz 320 taqsim 10. Buni bunga bo'lsam, 32 ni 2 ga ko'paytirsak 64 8 sekundda tushgan ekan. Boyagi masalan qarindoshimi bu nima balo? Shaxtani qarindoshi ekan bu javob. Xo'p, demak 23-mavzuni birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi yechimlarini. Yana qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol o'sha yopiq guruhimizda so'rashlaringiz mumkin. Salomat bo'ling. Va nihoyat tugadi.